Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi axborot kutubxona fondlarini saqlash bo'limining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Axborot kutubxona fondlari barcha foydalanuvchilarning axborotga bo'lgan ehtiyojini qondiradi va asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan fondlar kutubxona faoliyatining asosiy hisoblanadi. Shuning uchun ham kutubxonalarning asosiy vazifalaridan biri jamiyat tomonidan asrlar davomida to'plangan kitob boyliklarini uzoq vaqt asl holda saqlab avlodlarga yetkazishdan iborat. Fondlarning butligiga ularni asrash, to'g'ri saqlash hamda shikastlanish omillarini bartaraf qilish orqali erishiladi. Kitob saqlanadigan xonalar uchun quyidagicha havo harorati normasi tavsiya etiladi. 18 gradus nisbiy namlik, 55+5%. Pergament va teriga yozilgan hujjatlar uchun havoning nisbiy namligi 60+5%. Bu shartlarning bajarilishi asosan ventilyatsiya sistemasining changga qarshi kurashishiga bog'liqdir. Axborot kutubxona markazining axborot kutubxona fondlarini to'ldirish, joylashtirish, saqlanishini ta'minlashdir. Fondlarga kelib tushadigan yangi resurslar, kitoblar, vaqtli va davriy nashrlar, CD disklar va hokazolarni qabul qilish va ularni joylashtiriladi. Axborot kutubxona fondini saqlash bo'limida umumiy fond universal unli klassifikatsiya jadvali asosida joylashtirilgan. Jumladan turli xil fan sohalari, o'zbek va jahon adabiyoti durdona asarlardan iborat badiiy adabiyotlar va diniy adabiyotlarimiz tarkib topgan. Foydalanuvchilardan tushgan buyurtmalar asosida axborot kutubxona resurslarini yetkazish bo'yicha sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Foydalanuvchilar tomonidan qaytarilgan axborot kutubxona resurslarini butligini tekshiruvdan o'tkazadi va UDK asosida javonlarga joylashtiradi. Axborot kutubxona fondini saqlash bo'limida 1990-yildan 2024-yilgacha bo'lgan oynoma va ro'znomalar ham saqlanib kelinmoqda. Muhim va unutilmas sanalarga bag'ishlab tashkil qilingan kitob ko'rgazmalariga mavzular bo'yicha zaruriy adabiyotlarni ajratib beradi. Bugungi kunda kutubxonalar fondi va zaxiralarida o'zbek xalqi va boshqa xalqlarning moddiy madaniy merosiga bag'ishlangan ko'pgina qo'lyozma, toshbosma va kitob va hujjatlarni saqlanib kelinmoqda. Fondlarda nodir va alohida qimmatli nashrlarni ehtiyotlab saqlash, ularni konservatsiya va restavratsiya qilishning zamonaviy metodlarini joriy qilish, bosma nashrlar, adabiyot, san'at asarlari, qo'lyozma va grafik hujjatlarni, kitoblar va nodir nashrlarning elektron fondini shakllantirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilangan.